Assalomu alaykum. Saroy bozor kanali obunachilari, chorvadorlar, buqa ishqibozlari. Bizni chetdan kuzatib borayotgan aka-ukalar, chorvadorlar, xudo xolasa buqalar bombalari kelgan Donyorbekka. Bugun hafta kuniga 3-mart, payshanba 2025-yil. Obunachilar qirg'iz variantlari kelgan. Ko'ringlar, vobshe bomba. Mollar bir-biridan go'zal. Buni maqtab, buni oladigan, uni maqtab, narigisini oladigan. Xudo xolasa bugun mana Donyorbekni mol fermalaridan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'iga kelganmiz, Donyorbek mol fermalariga. Donyorbek, sog'lig'ingiz joyidami? Charchamang. Donyorbek, bugun biz obunachilarga nechi bosh? Bugungi aka bir kishilik, xudo xolasa. Bir kishilik, 7 bosh, ha? Bir-biridan go'zal. Bittalab olsa ham sotilaveradi, o'ylab qolishmasin, bir joyga bittalab olsa ham sotishaveradi. Endi imkon darajasi agar Xudo xolasa bir joyga olsa yaxshi. imkoniyat bo'lsa bir joyga olib tashab qo'ysa, yaxshi mollar. Bir-biridan go'zal. Chiroyli mollar keldi aka. Bir-biridan yosh variantlari ekan-a bular, ha? Xudo xolasa bomba. Keldi aka. Yoshlari. Donyorbek, ana shu chekkadan boshlaymizmi? 4-5 tasini bir joyga joylab qo'ysa ham bo'laveradi. 5 tasi. Bu ikkalasidan tashqari, ikkala shivetdan tashqari 5 tasi. Stil bir xil-da. Ha. Bo'yi ham bir xil. Bo'yi ham pashti bir xil ekan, ha? Bir-biridan 1-2 sant raznica qiladi. Qilsa qiladi, bo'lmasa qilmaydi aka. Bu ikkitasini oxirida aytaylik, mana ulardan boshlaylik. Bo'ldi, ana shu kichkina qirg'iz variantidan boshlaylik-chi. Donyorbek, bu o'ta qirg'izga tortarganda, qirg'izmi, qirg'iz emasmi? Aka, o'zimizni bozordan oldik. O'zimizni bozordan oldik. Qirg'iz bo'lsa ham endi o'zimizni mol deb sotaylik. Bilmayman aka, mana shu mol. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Hozir mana videoda aka Qirg'izistonni deb qo'ysam, qirg'iz olmasini yolg'onchi qilaman aka. Ha, to'g'ri. Mana shu mol aka, mana shu molga pul berib olishaveradi aka, obunachilar. Obunachilar mana. Bu molni holati yaxshi aka. Holati zo'r. Kalla boshlar, tuyoqlar, stakan tuyoqligi, tushlari haligisi tortaveradi aka qirg'izga. Obunachilar, xudo xolasa Mana Qirg'izistonning molini kommentga yozib o'tinglar. Xudo xolasa mana shu molni men qirg'iz deb bilaman. aka 1.8 aka. 1.8. 1.8 qilyapti aka. Narxi qulay aka. Narxi qulay aytingchi. 14.600.000 so'm ozgina xayrini qilib beraman. 14.600.000 so'm xayri bor, ha? Ozgina xayrini qilib beraman. Olganga ham, sotganga ham barakasini bersin obunachilar. Birinchi bo'lib xaridor bo'ladigan mol ekan. Yerga yaqin yumaloq bo'ladi. Keyingisi aka. Keyingisi yelkasi oqa. Bo'yi 1.14, 1.13 tushyapti aka, 1.10 ga olishsin. Biri 10 ga oldilar. Mana obunachilar biri 10 ga olishyapti, xudo xolasa. Narxi aka 15 million so'm. 15 million so'm xayri bor. Obunachilar orqa variantlari. O'ta kelishgan mol ekan. Tuyoqlari salamandra bo'lib ketmagan obunachilar. To'ni o'ta bo'lakcha ekan obunachilar. Mana shu molni. Bu ham chiroyli mol. Chiroyli mol ekan. Suyagi buzuq variantida obunachilar. Orqa boshlari kelishgan. Xudo xolasa mana. Buniki ham aka 1.10 ekan. Biri 10 ga olishyapti, hop. Biri 10 o'lchab olasizlar obunachilar, xudo xolasa. Hop, buni narxi aka 15.200.000 so'm. 15.200.000 so'm xayri bor. Ozgina xayrini qilib beraman. Gap yo'q. Молодец. Zo'r narx oldi obunachilar. Keyingisi. Bu ham 1.10 aka. 1.10. O'sha aytganingizdek 5 tasi 1.10 dan ketaverar ekanda. Bir xil. Bir xil. Bir kishilik aka. Ama chicha pulida tafovuti bor, o'zini halisiga qarab, lekin Bunga aka 15.300.000 yashadi aka. 15.300.000 so'm xayrini qilib beryapsiz. Sunnatiga xayrini qilib beramiz aka. Gap yo'q. Obunachilar 15.300.000 so'm bo'ldi. Mana o'ta boshqa narsa. O'ta uzun variant ekan, ha? Obunachilar oldi past, orqasi baland buqa ekan. Oyoqlari ham baquvvat, ustiga to'ygan varianti. Buni bo'yi ham 1.10 o'zini tortib turibdi. Bu da hali hijolatchan mol ekan. 1.10 ekan. Buni narxi boshqacharoq ekan. Ya o'zi molni o'zi ham aytib turibdi-yu. Alloh xolasa molni tushunadiganlar. Aka bunga 16 million emas aka.
15 milyon 800 ming so'm berishadi. Ozgina xayrina qilib. 15 milyon 800 ming so'm ozgina xayrini qilib berasiz. Savdongizga Alloh barakasini bersin. Aka 5 tasiga bitta narx aytib qo'yaymi? 5 tasiga bitta narx aytib qo'ying. O kichkina haligida kimdir qalbiga tushib qolishi mumkin-da. Hammasi past bir xil variant ekan. Aka 5 tasini bir joyga olsin. 15 milyon 600 ming so'mdan 700 beraman aka. Dastlabkasi qayergacha bo'ladi shunda? 5 tasini bir joyga olsa. Dastlabkasi aka Samarqandgacha yetkazib beraman. 15 milyon 600 dan dastlabkasi Samarqandgacha. 5 milyon 500 mingdan olsin aka. 15 milyon 500 dan 15 milyon 500 ming so'mdan obunachilar 5 tasi bir yerga. Samarqandgacha dastlabkasi bo'lyapti. Olsin aka. Keyingi ikkitaligimiz. Obunachilar mayda bomba varianti turibdi, lekin baro. O'ta go'zal. Qo'ng'ir shved. Mana bu shvedni bo'ylari necha ekan? Biri 17, biri 18, Biri 16, biri 17, biri 18, biri 16 ga olsan. Bu metr muhim emas. Metr muhim emas, endi uydagi molga chamalab olganida asli metr. Uydagi molga yog'i mol yo'q bo'lsa deb metrni qo'yib, mana shu bo'yi mol kelar ekan uyimga degan bir chama bo'ladi-da odamda, chamalab olish. Buni narxini aka. Kelishtirib ayting Donyorbek. Obunachilar oyog'i haqiqiy baquvvat. Cho'tki mol ekan. 700 ming berishadi aka. 17 milyon 700 ming so'mga xayrini qilib beryapsiz. Ozgina aylanib. Bomba narx bo'ldi. Keyingisi. Keyingi shvetimiz. Biri 25 aka. Biri 25 ga olsa olsun. Biri 25 ga olishyapti. 28 ga. 25 ga olsin aka. Narxini ayting Donyorbek. Narxi ham yengil aka buniki. Yengil. Ayting yengilini. 18 yarim. 18 emas aka. 18 yarim 18 emas. 17 milyon 800 ming berishadi. 17 milyon 800 ming so'mga og'on odam barakasini topvasin, ha? Barakasini topsin aka. Barakasi o'zi bilan ketadigan mollar. Obunachilar. Xudo xolasa. Donyorbek hammasi bir joyga hisobi chiqqanmi? Hisobi chiqqan aka. Aytib qo'yingchi, bitta hammasi bir joyga, 7 bosh bir joyga. 7 bosh bir joyga olsin aka. 15 milyon 800 ming so'mdan qilib beraman. 15 milyon 800 ming so'mdan dastlabki qaygacha? Dastlabki Samarqandgacha aka. Dastlabki Samarqandgacha. Aytilgan narxda shu berilmaydi. Samarqandgacha 200 dollar beramiz. Aytilgan narxdan 15 milyon 800 ming so'mdan tushib berilmaydi, Samarqandgacha yetkazib beriladi. 7 bosh bir yerga. Hamma 5 tasi 15 milyon 500 dan bir joyga Samarqandgacha dastlabki. Obunachilar qulay variant bo'lyapti. Xudo xolasa molni tanlab oladigan bo'lyapti. Obunachilar tanlamasdan hammasini bir joyga bo'ylaydigan. Hozir bir qator ko'rsatamiz oldi variantlarini. Haqiqiy gardani bor mollar ekan obunachilar. Bomba varianti. Mana obunachilar. Qirg'izdan qolishmaydi bu mollar. Gardani vobshe baquvvat ekan. Haq quloqlaringdan seni. Turishini. Obunachilar bir-biridan go'zal mollar. Xudo xolasa Qurvonliqqa 2 dona bor ekan obunachilar. Qurvonliqqa tayyorlab boradigan. Donyorbek, bular tish chiqazganmi, chiqazmaganmi? Yo'q aka, chiqazmagan. Ular tish chiqazmagan, ha? Yo'q, mana ko'rsatib qo'yishingiz mumkin aka. Mana shuni ko'rsataylik, mana shu kerak katta. Buzoq tishadi aka. Ha, buzoqcha ekan, ha? Hali ochmagan ekan ham. Bunisini ham ko'rsataylik. Bilib olmaydi-da, gavdasicha balandroq yemlagani obunachilarni Mana aka. so'rab qolishadi obunachilar. Bo'ldi. Obunachilar tish chiqazmagan. Bular vobshe молодой desa ham bo'laveradi. Bomba variant. Mana shu ikkalasini aka 1,5 yoshga yetib yetmagan aka. Ikkala kattani 1,5 yoshga yetib yetmagan, ha? Mana ular 1 yoshga yetmagan. Mana ancha kichkina shekilli bu. Shoxi ham kichkina ekan. To'qol bo'lib qolishiga sal qolgan ekanda. Mana shuni. Mana shuni bitta yechib shuni Donyorbek, yurgizing mana shuni. Obunachilar talabiga. Obunachilar vobshe yapaloq 50 buqacha bo'ladi.
Oyoq qo'llari ham polvon tadimi aka? Chachlari ham o'ziga yarashgan ekanda, mana. Obunachilar oyoq qo'li polvon. Mollar Sutga to'yga varianti. didi bilan terilgan mollar. Dedi buni haqiqiy qiyinda, bozordan terib olib kelishdi o'zi bir mashaqqat. Obunachilar вообще beg'am mol bo'ladi. Yuvosh. Nima bersang yeyman degan varianti. O'ta chiroyli mol ekan. Bir-biridan go'zal asli obunachilar. Xudo xolasa obunachilar kanalga obuna bo'ling. Videoni o'tkazmay ko'ring. Chiroyli like bosib qo'ying. Sizlardan shu iltimosimiz. Like besplatno. Xudo xolasa like bosing, bizga ozgina ko'mak bergan bo'lasiz. Ozgina yordamingiz tegib qolgan bo'ladi obunachilar. Sog'lik salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar. Videolarimizga yakun yasaymiz. Videoda xato kamchiliklarni kommentga yozib o'tinglar. Xudo xolasa keyingi videolarimizda to'g'rilab o'tishga harakat qilamiz. Videoda xato kamchiliklarga oldindan uzr so'raymiz. Bittadan like bosib qo'yinglar. Narxlar bomba bo'laveradi obunachilar.